hojatxonada hojjatni chiqarib o'tirasiz-ku, o'sha xuddi mana shu yerga keladi va mana shu yigitlar sizni axlatingizni tozalashadi. Aynan ichimlik va oqova suvini haqqini to'lashlik haqida ko'p video qilamiz. Minglab odamlar o'z fikrini ichimlik suvi bu Allohning ne'mati-yu, bunga nimaga pul to'lashimiz kerak deyshadi. Ana shularga jo'natib qo'yinglar. Mana bolalarda qilayotgan ishini bir ko'rasin. Hojatxonada hojjatni chiqarib o'tirasiz-ku, o'sha xuddi mana shu yerga keladi va mana shu yigitlar sizni axlatingizni tozalashadi. Shularni haqqini berib qo'ying.